muhacirat yaşayotgan barliq Şarkı Türkistanlıq qarindoshlar. Şarkı Türkistan sürgünde hükümeti televiziyasının xabarlar programmasını görüşünlerni qizg'in qarshi olamiz. General Mahmud Muhitning 1938 yili yozgan Yosh Turkiston jurnalining 1939 yillik 112 sonida e'lon qilingan o'limni qabul qilishga bo'ladi, keyniga qaytishga zodimi bo'lmaydi degan temadagi maqolasini diqqatingizga sunishdan burun General Mahmud Muhiti haqida to'xtalib o'tamiz. General Mahmud Muhiti Sharq Turkistonning mustaqillik rahbari bo'lib, 1887 yili Turpanda boy Uyg'ur oilasida dunyoga kelgan. Mahmud Muhiti va uning oilasi 1931 yildagi Qumul qo'zg'oloni, Sharq Turkiston milliy harakati va 1933 yili 12 noyabrdagi birinchi qatimliq Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurishda intayin muhim rol o'ynagan. U birinchi qatim qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyetining davlat mudofaa ministri bo'lgan. 1934 yili 4-oyda birinchi qatimliq Sharq Turkiston Cumhuriyeti ag'darilgandan keyin uning xalq tarafidan e'tirof qilinishi va qo'shinlardan qo'rqqan Shin Shisay Sovet ittifoqining besimi ostida atalmish Janubiy Shinjongning harbiy qo'mondonlik vazifasiga tayinlangan. Bir necha hafta ichida General Mahmud Muhiti xizmatidan bo'shatilgan. Ammo yanada Qashqardagi 6-Uyg'ur diviziyasining qo'mondonlik vazifasini ustiga olgan. 1935 yili u Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun Angliya va Yaponiyaning qo'llashini qo'lga keltirishga tirishgan. 1936 yili mustaqil Sharq Turkistonni qayta qurishni tashabbus qilish orqali Sovet ittifoqi va Shin Shisay hokimiyatiga ochiq-oshkora qarshi turgan. U Sharq Turkistondagi ammo ziyolilar va boy savdogarlarning keng turda qo'llashiga erishgan. Natijada vaziyat texmo jiddiylashgan. 1937 yili martda General Mahmud Muhiti Sharq Turkistonning kelgusi to'g'risida suhbatlashish uchun Shin Shisay va Sovet ittifoqi bilan ko'rishishga taklif qilingan. 1937 yili 4-oyning 2-kuni u bir turkum amaldorlarining Angliyaning qo'llashiga erishish istiqining turtkisi bilan Angliyaning kontrolligidagi Hindistonga qochib kelgan. Mahmud Muhiti davlat sirtiga chiqqanda uning 6-Uyg'ur diviziyasidagi yosh harbiy ofitser askarlari Shin Shisayga qarshi isyon ko'tarib mustaqil hukumatni jakarlagan. Bu 1937 yildagi Sharq Turkiston qo'zg'oloni deb ataladigan bo'lib, 1937 yili 2 aprelda boshlanib, 1937 yili 15 oktyabrda oxirlashgan. Mahmud Muhitining maqolasida uning Angliyaning kontrolligidagi Hindistonda beshdan o'tkazgan kechirmishlari va Xitoyning Uyg'urlarni qo'llanib, uni jimiqtirishga, Hindistondan qo'g'lab chiqarishga uringanligi yoritib berilgan. Bu xat Sharq Turkistonning ichki va sirtidagilarning vatanning mustaqilligini qo'lga keltirish uchun qisqa uchur berdi. Keyin 1939 yili Yaponiyaning Tokioga berib panohlik tilashdan ilgari Saudiya Arabistonining Makkaga berib haj qilgan. U Sharq Turkiston mustaqillik jamiyatini qurib, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun Xitoy va Sovet ittifoqiga qarshi turishni ko'ngliga pukkan. 1940 yili u Yaponlarning yordami bilan Janubiy Mongoliya, ya'ni hozirgi ichki Mongoliyaga berib Sharq Turkistonni ozod qiladigan kuch qurmoqchi bo'lgan. Uning o'limi to'g'risida o'xshamagan ikki xil chigish ziddiyatlik bayonlar bor. Biri Xitoy manbasining aytishicha, u 1944 yili 11-oyning 12-kuni ikkinchi qatimliq Sharq Turkiston Cumhuriyeti e'lon qilinishidan bir qancha oy ilgari Yapon kontrolligidagi Beijingda mingisiga qon tushib vafot bo'lgan. Uyg'ur manbalarining aytishicha, u 1945 yili 8-oyda Yaponiyaning taslim bo'lganlik xabarini anglab uzun o'tmayla hozirgi ichki Mongoliyada yurak kasali bilan vafot bo'lgan. Tuvanda Sharq Turkiston milliy mustaqillik harakatining rahbari Mahmud Muhitining 1939 yili Yosh Turkiston jurnalining 112 sonida e'lon qilingan o'lishni qabul qilishga bo'ladi, ammo keyniga yenishga qat'iy bo'lmaydi degan temadagi maqolasini diqqatingizga sunamiz. Muqaddas vatanimizning g'arb tarafi Ruslarning asoratiga duch keldi. Sharq tarafi Xitoylarning nejis siyosiy turtkisida qiyinchilik va besimga uchradi. Şanlıq Türk tarixining qorong'u betlariga yozilgan bu ig'ir kunlar azaldan tinch o'tmadi. U taqdirning chaqchiqini kutmaydi. Erkin va mustaqil yashagan xalq sifatida yashash, shonliq va dongliq vatanimizni o'zimiz boshqarish orzuyimiz qanimizga singib ketgan. Baxtimizga qarshi dushman kuchli. Zamonaviy zurriyatlarning hammasini hozirlagan va nihoyatda yaxshi tayyorlangan. Asorat va qiyinchilik sababidan hamma jihatda vaqtida olg'a ilgarilayolmadik. Ahvolimizning shundoq bo'lishiga qaramay, yanada zulmga qarshi qonliq kurash qilish uchun o'rnimizdan bas turdik. Sharq Turkistonning oxirgi davridagi qo'zg'olonlar ilgirki qo'zg'olonlarga selishtirganda
General Mahmud Muhitti bu yerdə 1931 yildan burunqi qarshiliklarni ko'zda tutgan. Bu nishonga yetish uchun o'xshamagan maqsad va vositaga ega bo'libla qolmay, dushmanning kuchi ikki tarafdan harakat qildi. Xitoy bilan kommunistik Ruslar birlashib bir dushmanga aylandi. Bu sababdan Sharq Turkistondagi navbatdagi inqilobni o'xshamagan nuqtadan tekshirish intayin muhim. Hozir urushda Ruslar Xitoy dushmanimizning sepida yer oldi. Buning ichida Ruslarning bo'lishi va turk xalqlarining bu ikki ashaddiy dushmanning kelgusidagi urushlardami sherik bo'lishi favqulodda xatarlik ahvolni tushundirdi. Sharq Turkiston inqilobini tekshirmagan yoki xalqimizning orzusi va zulmini ko'rmaganlar, bizdek vahshiylik va azob-uqubatlarni boshdan kechirmaganlar yoki bu ishlarni bilgisi kelmaydiganlar inqilobimizni tasadduqiylik, nishonsiz urush yoki ma'nosiz qon to'kish deb xato tushungan. Nurg'ulg'an kishilar uning o'rniga qonunga tayangan avtonomiya va barobarlikni talab qilishni tavsiya qilgan. Biz bu kurashni boshlashdan burun qonunga tayangan avtonomiya va barobarlikni vatanimizda yo'lga qo'yganda qandoq bo'lganligini yaxshi bilardik. Әмілиетте Xitoyning bizga beradigan avtonomiya, Xitoy xalqiga foydasi bo'lmagan kishilik huquq, siyosiy huquq, barobarlik huquqi degandek jumhuriyatchi haqlari Turkistonimizga yana bir qatim kamsitish, zulm va bo'ysundirish elib keladi. Biz tilamchilik qilish yoki boshqalardan bir narsa talab qilish uchun bu tirishchanlikni ko'rsatmadik. Biz hargizmi xohlamaymiz. Yolvurish orqali bir narsaga erisha oladigan bo'lsak, urush qilishimizning keragi yo'q edi. Ammo biz bu davoni boshladik. Bütünlәй milliy ozodlik, qon to'kish va qurbon berish bo'lmasa, milliy ozodligimizni qo'lga keltirolmagan bo'lardik. Biz haqiqiy va sop qon to'kib, suyimlik vatanimiz uchun qilcha ikkilanmay hayotimizni taqdim qildik va yana o'xshash iroda bilan kurash qilishga tayyormiz. Milliy ozodlik harakatimizni boshlatgan kunlarda ba'zilar bizga avtonomiya talab qilishni tavsiya qildi. Ular hatto Xitoylarni maqtadi va ular bilan to'qnashib qolmasligimizni aytdi. Әксіше, ular bilan birlashishning foydali ekanligini e'lon qildi. Biz azaldan bundaq kishilarning aramizda bo'lishini xohlamaymiz. Bo'libmi, bundaq fikrdagi Sharq Turkiston xalqining aramizda bo'lishini o'ylabmi boqmagan edik. Qandaqla bo'lmasin, bu bichora odamni ming bir pushaymonlik ichida ko'rib, echinish ichida umidsizlandik. Biz Sharq Turkistonlik deb da'vo qilgan Isabek o'g'li Yusuf, keyincha ismi Eysa Yusuf Aliptekinga o'zgartirilgan. Yazgan Xitoy Turkiston ovozi, ya'ni Chin Turkiston ovozi nomli jurnalni ko'rdik. Maqsadimiz va da'voyimizga zid, hatto Xitoylarni maqtagan, kishini bezar va hayron qoldiradigan so'z va fikrlarni o'qib, cho'chib ketdik. Uning bolsheviklarni odamiylikdan uzoq olvasta deb tasvirlaganligini o'qib, tushunishga tirishdik. Xitoylarni maqtaganligini, ulardan shafqat ko'rganligidan bo'lsa kerak deb o'yladik. Qandaqla bo'lmasin, u uzun o'tmayla urush xabarlari nomli jurnalni chiqarib, xiyonat qilganligini ommaga oshkorladi. Shunisi aniqki, uning dadasi Xitoy hukumatida huquq tutganligi uchun beg unvonini olib, uni qo'llanishga boshlagan. U Xitoy va Xitoy rahbari Jiang Keyshi bilan birga ishlab qolmay, Rossiya bolsheviklari bilan hamkorlashgan. Biz bu numussiz Xitoy vatanparvarning milliy ishlarimizga elib keladigan og'ir tahdididan beshimizni qotirib turgan vaqtimizda, ya'ni 1938 yili 11 mart atrofida u o'zi bilan o'xshash orqa ko'rinishi bo'lgan gumonliq bir kishi bilan Hindistonga keldi. Xitoy vatanparvarligiga o'xshash faoliyatlarini axborotda va shahardan shaharga kezib tashviq qilmoqchi bo'lib, Hindistonga kelgan bu Aysa meni yo'qlab kelib, mening Xitoyga qaytishimni, Xitoyga qaytganda unvon va xizmat o'rniga erishadiganligimni uqtirdi. Yurtdoshlarimning arzu istaklarini amalga oshirish uchun men suyimlik vatanimda elib borgan ko'rishimga, milliy yo'lga qarshi bu razil taklifga bergan javobim ilgirkiga o'xshashla aniq bo'ldi. Vatanimning qimmatli avlodlarining muborak qanini hurmatlamaslik kallamdan zodila o'tmaydi. Dal mushuningga o'xshash men bu yo'lda manganlarning o'xshash samimiylik va orzu bilan xizmat qildiganligini bilaman. Hamda uning mushundoq davom qilishini umid qilaman. Mening vatanimizdan chet elga chiqishim kurashdan qochib ketganligimni bildirmaydi. O'xshashla men Xitoyga qaytib, unvon va xizmat o'rniga erishish uchun tirishmayman. Mening bilan kurashda bir sapda turgan do'stlarim mening milliy iqtidorimni azaldan xizmat va huquq uchun sotmaganligimni tushunadi. Men qo'limda huquq bo'lsa-mu, milliy tushunchaning prinsipida ching turaman. Mening vatanim va millatimga bo'lgan mas'uliyatim bu kurash uchun bergan qasamim tavranmas va mangulik. Isoga va uningga o'xshash razil kishilarga ayon bo'lishi kerakki, bu inqilob ko'ngildagidek natijaga erishmaguncha to'xtab qolmaydi. Uning qahramonlarining qalbida bu ideologiya allaqachon yiltiz tortgan.
Ular maqsadiga yetmىگۈچە urushni hargizmi to'xtatmaydi. Ular mаңغان yo'ldan qaytmaydi. Aysa o'zining xato yerga kelganligini haqiqiy tushunib, boshqa tanlashlarni sinab beqishga urindi. U Xitoyning Bombaydagi bosh elchixonasidagi xo'jayinlari bilan birlashib, tahdid ishlatib, bizga tuhmat chaplab, Angliya Hindiston hukumatiga bizni chiqishtirib sulutyapti. Biz o'limdan qo'rqmaydigan, qiyin ahvolda kamtar va savrchan bo'lishga tirishadigan insonlar bo'lganligimiz uchun atalmish oliyjanob Britaniyaliklarning xitimizni topshirib olishini, bizdek erkinlik jangchilarining samimiyatiga hurmat qilishini kutatdik. Ular faqat tuhmat qilguvchilarning doklatiga tayangan mantiqa va bahonalarni angladi. Ular bizni 28 kun sulab qo'ygandan keyin Hindistondan ayrilish sharti bilan bizni qo'yib berdi. Bizni turmaga tashlaganlar biz qarshi turgan Xitoy yoki Rossiya hukumatlari bo'lsa, biz bek hayron qolmaydik. Siyosiy panohlik tilagan bizning orzusimiz mehmon sifatida yaxshi muomala ko'rish edi. Bu biz talab qilganlarning hammasi. Angliya Hindiston hukumatining bu qiliqi Ruslarga yordam qilishmi yoki Xitoyni havoga uchirishmi buni bilolmaydik. Biz bitirib deb qaraganlarning tuyuqsiz taraf tutishga majburlanganligini ko'rib afsuslandik. Bu voqealar bizni qo'rqitolmaydi. Biz ko'rishimizdan voz kechmaymiz. To'mirimizda oqqan qon vijdonimiz, hissiyotimiz va irodamizdir. Do'stlarimiz va dushmanlarimiz aniq nishon va muqim orzu bilan olg'a ilgarilayotganligimizni nihoyat aniq bilishi kerak. Shunglashqa biz tug'ma orzuyimizga dushman sifatida qarshi turganlarning hammasini tushunishimiz lozim. Dushmanning do'sti bizning do'stimiz bo'lolmaydi. Biz tajovuzchi emas. Aksincha biz milliy mavjudligimizni saqlab qolish uchun tajovuzchilarga qarshi kurash qilayotgan cho'ng bir davlatning a'zosi. Biz vatanimizga tajovuz qilganlarga qarshi ko'rishimizga aralashgan va bizni to'smoqchi bo'lganlarning vijdonliq millat, xalq bo'lmasligini umid qilamiz. Bu kurash e'tiqodimizning bir o'rniki. Qo'rqinchoqlik biz uchun yot hukm. Tirishchanligimiz va orzuyimiz aniq. Milliy istikimizdan voz kechish dushmanning kuchiga kuch qo'shgan bilan o'xshash. Davlatimizning ichki va sirtidagi yurtdoshlarimizga va mustaqillik yo'lidagi qarindoshlarimga qilgan oxirgi so'zlarim vatanimiz va millatimizning mustaqilligini shartsiz qo'lga keltirishdan iborat muqaddas g'oyamiz uchun o'rnimizdan dast turib, mo'rini mo'riga terib, harmay talmay, hargizmi voz kechmay, umidimizni yo'qotib qo'ymay kurash qilishdan iborat. Sharq Turkiston turk xalqlarining ona vatani. Davlatimizda davlatimizning nomiga yarashadigan bir shaklda yashash uchun kurash qilish majburiyati hammamizning zimmasida. İnsan hakları grupları Taylandni Uyg'urlarni Xitoyga topshirib bermaslikka chaqirdi. Amerika ovozining 29 iyundagi xabarida aytilishicha, inson haqlari grupları Taylandni 8 yildan beri tutib turayotgan 50 nafar Uyg'urni Xitoyga topshirib bermaslikka chaqirib, 2015-yili 100 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarib berganga o'xshash hodisaning qayta sodir qilinishidan ansiraydiganligini bildirdi. Tayland kam deganda 2014-yildan buyon ko'chmanlarni tutib turish markazlarida 50 nafardan ortiq Uyg'urni tutib turmoqda. Amerika va boshqa davlatlar Beyjingni atalmish Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga irqiy qirg'inchilik yurgizish bilan aybladi. Davlatlarni irqiy qirg'inchilikdan qochib chiqqan Uyg'urlarni Xitoyga topshirib bermaslikka chaqirdi. Taylandda Xalq huquqi fondi boshchiligidagi 10 necha huquq guruhi parlament tuvan palatasining tashqi ishlar komitetiga 15-iyun kuni arz sunib, qo'lga ilingan Uyg'urlarni majburiy qaytarib etishdan saqlab qolishni talab qildi. Vaqfning boshlig'i Chalida Tajayansuk Amerika ovoziga birinchi ish ularning Taylanddagi bexatarligiga kafolatlik qilish. Ularni cho'qim Xitoyga qaytarmaslik kerak. Bu biz parlament a'zolariga yo'llagan eng muhim uchur dedi. Bu guruhlar o'tgan yilning oxirida maxfiy manbalardan Beyjingning Uyg'urlarni qaytarib olish salmog'ini oshirayotgan bo'lishi mumkinligini egallagandan keyin harakatga o'tdi. Xitoyning Beyjingdagi tashqi ishlar ministrligi yoki Bangkokdagi bosh elchixonasi Amerika ovozining qayta baho berish talabiga javob bermadi. Amerikani markaz qilgan huquq guruhining Taylandlik yuqori darajalik tadqiqotchisi Sunay Fastuk guruhining Xitoyning irqiy qirg'inchilik qilmishining tafsilotini arxivlashtirganligini, Xitoyning Sharq Turkistonni jazo lageriga aylantirganligini, shundaqla Taylandda qolib qolgan Uyg'urlarning xatarga uchrashining mumkinligini, qaytarib berishga bo'lmaydiganligini aytdi. Chaldaning aytishicha, Taylandda tutib turilayotgan Uyg'urlarning ko'pinchisi 2014-yili qonunsiz holda chegaradan kirgan deb qaralib qo'lga ilinganlar bo'lib, Tayland 2015-yili 7-oyda ko'pincha ayollar va bolalardan tarkib topgan 173 nafar Uyg'urni Turkiyaga surgun qilgan. Bir haftadan keyin erlarni asos qilgan 109 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarib berib, davlat ichi va sirtida tanqidga uchragan.
Ayni vaqtda Tayland doiralari 50 nafar Uyg'urning Taylandda qolganligini aytgan. Chalilarning aytishicha, hukumat va tutib turish o'rinlaridagi manbalar bu sonni taxminan 56 ga yetkazgan. 7 ayning 15 kunidagi iltimosni Tashqi ishlar komitetining a'zosi sifatida qabul qilgan o'qituvchi parlament a'zosi Frans Manrim bu sonni dalilladi. U o'zining komitetdagi va parlamentdagi o'rnidan foydalanib, hukumatni Uyg'urlarni qutuldirishni planlashga va ularni hargizmi Xitoyga qaytarmaslikka kafolatlik qilganligi to'g'risida hukumatga besim ishlatishga tirishadiganligini aytdi. Ko'chmanlar idorasining bayonotchisi Archayun Kraytung hukumatning hozircha ularni boshqa yerga avatish plani yo'qligini, buni Davlat bexatarlik kengashi va Tashqi ishlar ministrligining qaror qilganligini aytdi. Davlat bexatarlik kengashi Amerika ovozining bu vaqtdagi talabiga javob bermadi. Diplomatiya ministrligining bayonotchisi Tani Sangrat Tayland bu guruh uchun amaliy va hayotiy kuchga to'lgan hal qilish chorasi topilmaguncha ularning holidan davomli xabar oladi dedi. Taylandning ularni Xitoyga qaytarib berishni rad qilganligi, nima uchun boshqa davlatlarga qaytarib bermaydiganligi haqida hech narsa demadi. Sharq Turkiston Surgundi hukumati Twitter hisobidan buningga inkos qaytarib, biz Tayland hukumati va Tayland tashqi ishlar ministrligidan har qanday Uyg'urni Xitoyga topshirib berishdan o'zini qochirishini, tutib qilingan barliq Uyg'urlarni qo'yib berishni va ularning 3-chi davlatga bexatar o'tib ketishiga yordam qilishini so'raymiz dedi. Bizga vaqt ayırganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.